Assalomu alaykum aziz obunachilar, sog'misizlar, omonmisizlar? Biz sizlarga xudo xolasa mana shu ish jarayonini ko'rsatmoqchimiz. Yana demontajlarimiz xudo xolasa oz qoldi. Yangi haftadan xudo xolasa perikritalar nimalar quyilishni boshlanadi. Sizlarga hozir ish jarayonini bir qator ko'rsatamiz. Bizga yana to'g'onlar kerak bo'ladi. Ustalarda bizda fasad ishlarimiz ham bor. 9 etashkalik, 5 etashkalik fasad ishlari bor, elektrik ishlari bor, santexnik ishlari bor. Keyin shkaturka kilatga uradigan ishlar bor, shunaqa nimalarga ish o'rinlari bor. Telefon nomeri qo'yamiz, har doimgidek bemalol sizlar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalni rivoji uchun obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Qani bo'lmasam biz boshladik. Akalar, bu ikkinchi etaj. İkinci etaj. Yine qoldi. Xudo xolasa bugun tugaydi. İkinci etajimiz. Ish ketyapti. Har kunligini kunlik berib ishlatyapmiz bularni. Prosta hozir demontajga tekkan uchun biz kunlik berib ishlatyapmiz nimalarni, mesniylarni. İşten keyin har kunligini kunlik rachot qilyapmiz. Bizga endi master ustalar kerak bo'ladi, xudo xolasa. Hozir mana shu birinchi etaj bugun ochildi bu uy. Bardaga chiqyapti, egasi yo'q edi. Mana hamma yo'q yayilyapti. Xudo xolasa mana shu hafta polniy nimamizni tugatsak inshaalloh. Demontajlarimizni yangi haftadan xudo xolasa chistovoy ishlarimizni boshlaymiz. Mana uyni chiroyli qilib olgan ekanda bu odam. Mana o'rnlarni solib, yuz faneralar qo'yib, o'ziga moslab olgan ekan, chiroyli remont qilib. Mashlarni endi buzib tashlaymiz endi. Endi men naryoqni ko'rsataman. Mana shu zaniya. Mana zaniyani mana shu betonini yonidan kavlaymizda, ichiga yangi beton quyib chiqamiz. Podvalda ishlari ko'p. Hali aylanachasiga polni beton bo'ladi, atmoska bo'ladi, fasad ishlari bo'ladi, enakiga fasad ishlari. Hozir 3-4 kunlik xudo xolasa ishimiz qoldi akalar demontajda. Keyin polni bunaqa ketadi. Mana bolalar ishlayotibdi. Bu uyda egasi yo'q hali. Ochib bermayapti. Endi ochib bersa, uni ham buzib tashlaymiz. Bu ikkinchi etaj polni ochib tozalab bo'ldik. Xudo xolasa. Bu kecha ochib berdi bu yerda. Remontini ham chiroyli qilib qo'ygan ekan. Uyda egasi o'dirani yurib ochib berdi. Bugun mana shu ikkinchi etajdan qutulsak, xudo xolasa akalar.
Ertaga birinchi etajda cholasi qolgan. Birinchi etajda ham erta indin urib yuborsak, xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Mashhapda xudo xolasa shanba yakshanbagacha plan qilib turibmiz. Buni buzib yuborishdi. Demontaj topshirib olsak, keyin birinchi etajdan podvaldan boshlab perikritalarni qo'yishni boshlaymiz yangi haftadan. Bu 3-etajimiz akalar. 3-etaj polni musullarigacha olib tushirib nima qilib bo'ldi, xudo xolasa. Ana shunaqa ishlar. Birim malol aloqaga chiqaverasizlar. Oylikqa ham, ob'yomga ham kelishib ishlab ketaveramiz akalar. Ishda ham, pulda ham muammosi yo'q. To'xtalib qolinmaydi. Material zabdeshga bo'lmaydi, xudo xolasa. Hammasini vaqti-vaqtida qilib beramiz. Tog'am Toshkentda mana. Bu birinchi etaj akalar. Birinchi etajda mana ikkita kvartira qoldi xolos. Bir ham tugaydi. Qachon tegadi deyapti. Qachon? Ana bo'ldi. Mashinasi zo'r ishlab qo'yadi. Mashinasiga o'zim aytdim, ertadan 500 so'mdan qo'shib beraman, sen zo'r ishlayapsan deb qo'shib berdim. Bugundan xudo xolasa 3,5 mingdan ketdi uniki. Qolganlar 2,5 mingdan ishlashyapti. Jigarlar bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga yaxshi narsalar qo'yishda davom etamiz. Xudo xolasa kanalni rivoji uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Yoqsa, yoqmasa like qilib bosib tashlaverasizlar. Nachalniy uchastka. Kino film. YouTube kanali ketadi. G'ofur akani chiqaring deyishyapti. G'ofur akam YouTube'da uyatyapti chiqqani desam, ishonmayapti obunachilar. Obunachilar ishonmayapti. G'ofur akani chiqaring desam. Ne, yo'q, ular uyatyapti desam, nima gapirmaydi bular deyapti. Hammaga salom. G'ofur aka, biz necha yildan beri tanishmiz aka? Mag'lubiyatda 2 yil ketyapti biz. 3-yil. Tog'a. O'zbekiston. Qanday keldi? Tashkent City'dan.
Bo'pti, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Allohga omonatsizlar hammanglar.